To'y boshlanib bo'ldi. Tezroq bo'linglar. Shang. Bir tilanchini deb kayfiyatni buzma. Nega bunchalik ketishga shoshilyapti deb o'ylasam, o'g'irlik qilgan ekan-da bu. Yo'q. Yo'q, men buni o'g'irlamadim. Kambag'allik hayoti shu-da. Qishloq odamlari baxtsiz bo'ladi deyishadi. Kambag'allar vijdonsiz bo'lishadi. Kambag'al bo'lsak ham vijdonimiz toza. Qishloqdagilarning qo'li egri deb o'ylamanglar. Unda bu nima? Bu Ayting, bu nimaligini ayting. Xo'sh, nima bu? Qaranglar, hali ham bo'yniga olgisi kelmayapti. Shang, qo'riqchilarga xabar ber, qamoqqa tiqishsin. Shunda aqli kirar. yo'q. Bu o'g'lim bergan pul. Bekor aytibsan. Bu konvertni Tuminga men berganman. Seni o'g'lingmish-a? Kulgimni qistatma, ahmoq. Tumin ota-onasi xorijda biznes qilishgan va 8 yil oldin avtohalokatda o'lib ketishgan. O'lik nima tirilib keladimi endi? Yolg'on gapirish ham evi bilan-da. Kambag'allar o'zi shunaqa yolg'onchi bo'lishadi. Men ota-onam xorijda o'lgan dedingmi? Lekin men tirikman-ku. Bo'ldi qiling. O'g'irladingiz, qo'lga tushdingiz. Yana nimani tushuntirmoqchisiz, a? Lekin men tirikman. Men o'g'lim. Xola, bugun meni eng baxtli kunim. Shu kunimni rasvo qilishingiz shartmidi endi? Rasvo qilish. Men qanday gunoh qildim? Yetimman deb aytishga rozisan-ku, meni ona debdan olishga or qilasanmi? O'g'lim. Bo'ldi-da endi. Hoy kampir, ko'rdingmi? Tuminni o'zi ham seni o'g'irlaganingni aytdi. Meni aybim. Hammasi meni aybim. Bu yerga kelmasligim kerak edi. Bu pulni olmasligim kerak edi. Va nihoyat tan oldi. Bunaqa o'g'rilar ochko'z bo'ladi. Boshqa narsalarni ham o'g'irlagandir. Tintuv qilinglar. Yo'q, demanglar, qo'yvoringlar. Bu meni narsam, qo'yvor. Bu meniki. Nima bo'lyapti u yerda? Shu janoblari, DNK testi javobi hali chiqmadi. Hozir aralashsangiz gap so'z ko'payib ketishi mumkin. Ozgina kutaylik. Unda bor natijani tezda olib kel. Tezroq bo'l. Xo'p. Bayxonim, boshqa hech nima yo'q. Men qishloqdaman. Bir umr kambag'al yashadim. Lekin birovni bir tiyiniga ham xiyonat qilmaganman. Nega menga ishonmaysizlar? Shan, bu kampir yomon odamga o'xshamayapti. Mayli, qo'yvor, ketaversin. Yomon odam deb peshonasiga yozib qo'ymaydi-ku. Men nega anqayib turibsan? Xotiningni yonini olishni o'rniga begonaga olmasasanmi? Men faqat rahmim kelgani uchun. Rahming kelsin, lekin o'g'rini jazosini berish kerak. Sumkasida yo'q bo'lsa, kiyimlarini tekshirish kerak. Tumin, o'zing tekshir. Yo'q. Nega qarab turibsan? Qidir. Ular menga ishonmayapti. Nahotki sen ham ishonmasang? Hoy kampir, Tumin bir-ikki og'iz yaxshi gapirganiga seni himoya qiladi deb o'ylama. Xola,
hech bir yomon ish qilmagan bo'lsangiz, madomiki olmadim deyotgan ekansiz, unda tekshirishsin, xo'pmi? Bor yo'g'imni senga berdim-ku. Endi jonimni ham sug'urib olmoqchimisan? Men bag'ri tosh emasman, xola. Lekin siz to'yimni buzdingiz. Mayli, tekshirishsin, keyin ketaverasiz, xo'pmi? Nimani kutyapsan? Yechintir. Yo'q. Yo'q. Tumin. Yo'q. Yo'q, Tumin, axir men onangman-ku. Tumin. Yo'q. O'g'lim, nima qilib qo'yding?